Mana keyingi daraxtimiz bu Nana Catalfa. Mana shtampoviy bo'ladi, juda ham chiroyli daraxt, zontik sifatida. Bu yerda klyorlar bor shtampoviy. Bu daraxt ham juda beyor. O'zbekistonda har qanday joyga ekish mumkin bo'ladi. Sovuqqa ham, issig'imizga ham chidamli daraxt hisoblanadi. Pisar nigrani ko'ringlar mana. Juda ham chiroyli mana. Ranglariga baho beringlar. Hozir bemalol bu daraxtlarni berishimiz mumkin bo'ladi, sababi ko'chirib bahorda zakotobga qilib qo'yilgan mana. Rangini ko'ryapsizlar. Men aytib o'tdim. Tozasi bor. Oddiysi ham bor. Bu yerda kiparslarimiz mana. Kiparslarimiz. Yasin daraxtlarimiz, beryozalar. Bular ham to'liq bizni klimatga moslashgan daraxt hisoblanadi. Bu esa qadrli obunachilar yong'oqlarimiz. Mana meva sopqoqlar. Yong'oqimiz yosh turib meva solgan bular. Ko'rishinglar mumkin. Mevasi. Xitoy yong'og'i. Mana bemalol zakaz berishinglar mumkin bo'ladi. Mevalari hammasida bor ekan. O'zi yosh bo'lishiga qaramasdan meva solib qo'ygan. Bu esa mana payvantaylarimiz bular avgust. Bu yoqda esa Tuya Gold. Tuya Gold archamiz mana juda ham chiroyli holatga kelib qolgan. Bu ham o'ta beyor archa hisoblanadi. O'zbekistonda har qanday joyda sho'rli tuproqni, tog'li rayonni, issiq rayonlarni har qanday joyga ekishinglar mumkin bo'ladi. Chunki bu sinovlardan o'tgan. Respublikaning har qanday joyida bo'ladi. Eng beyor archalardan hisoblanadi bu. Knijniy Tuya Gold archalar. Mana ranglari ham o'zgacha chiroyli mana. Anaqa bo'lib, farmirovka bo'lib o'sa. Oshiqcha o'quvdi, oshiqcha qarovdi talab qilmaydigan beyor archa hisoblanadi. O narigi tomonlarda mana majvenniy archalarimiz mana. Ularga ama majvenniy archalarga ikki mahal yozda mana shu kunlarda ketma-ket iyul oylarida zahar bermasi bo'lmaydi archalar. Bu esa mana Skumpia daraxtimiz. Bu cheramuxa shu bermadi. Yarmi qizil, yarmi ko'k bo'ladi bargi. Bu ham o'zgacha chiroyli daraxt, yangi daraxt hisoblanadi. Ular shtampoviy mana skumpiyalar. Skumpiyalarning qizili, ko'ki, bargligi bor. Bundan ham zakaz bersanglar bo'ladi. O narigi tomonda mana qirim sasnalar, qirim qarag'aylarda 2,5-3-4 metrliklari bor qirim sasnalar. Mana bu shaklga mana baho beringlar mana. Shtampoyisi ham, bansai ham juda chiroyli turadi mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa zakaz beraverasizlar. Telefon raqamlarini qoldiraman. Qadrli obunachilar, ayrim daraxtlarni tanishtirib o'tdim. Keyingi videoda yana boshqa daraxtlarimiz bor, lola daraxti, bagriyanik, juda ko'plab daraxtlarimiz bor. Ularni barchasi bilan tanishtirib o'taman. Video yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlab like bosishni esdan chiqmasin. Rahmat hammalarga.